bizni qilib turgan duomiz qabul bo'lishligi, namozimizni qabul bo'lishligi, hajimizni qabul bo'lishligi, tutay turgan ro'zalarimiz, xullas ibodatimizni qabul bo'lishligi u poklikka bog'liq ekan, halollikka bog'liq ekan. Shuning uchun haromdan topilgan pulga zakot berilmaydi. Chunki zakot poklash uchun beriladi. Haloldan topgan bo'lsangiz, shubha aralashib qoldimikin degan nima, o'shancha Xudo taolo poklab qo'ygan, miskinlarga bergan shuni. O'shancha zakotni boy odamlar ish harom bo'ladi. Kambag'allarga chiqarilgan narsa ana uni qolgan molni poklash uchun bo'ladi. Yerdan chiqqan hosilimizni ham 1/10 beramiz, o'shir deymiz, ekkan narsamiz. Bu ham o'sha qolgan bizga poklash uchun bo'ladi. Bu o'zim mehnat qilyapman, o'zim urug'ini sepdim, o'zim qaradim, mehnat qildim degan bilan o'sha ushurini bermasak, uni ya'ni 1/10 kambag'allarga bermasak, u bizga harom bo'lib turaveradi. Uni yerini haqqini ado qildi Xudo buyurgan. Ba'zi shubha aralashadi. Kimnidir suvdan ko'proq ichib qo'yganmiz biz, qaysidir yo'llar o'tgan, lekin Xudoning amri shu. Ber degan Xudoga, bera. Shu bilan poklanib qoladi u ham. Lekin haromdan topgan bo'lsa, u harom bo'lgandan keyin hammasini berib olsa bo'lmaydi, poklanib qolmaydi. Asli halol narsani poklanadi. Haloldan topgan pulimiz zakot beramiz.